Homiladorlar uchun yostiq obzorini boshlaymiz. Bu yostig'imizni nimaga yaxshi ko'raman bilasizlarmi? Sababi homiladorlikda bel og'rig'i bilan juda ham ko'p ayollarimiz qiynalishadi. Aynan qorin va bel uchun mo'ljallangan joyi bel og'riqlarini kamaytirishga, qorin bilan qulay dam olishingizga yordam beradi. Yostiqlarimizni bo'yi 150 cm, materiallari havo o'tkazuvchan. Yostig'imiz navlochkasini bemalol yechib yuvishingiz mumkin. Ichidagi astarlari ham zamoklari yechiladi. Ichlari yumshoq, gipoallergen eng sifatli holofayber bilan to'ldirilgan. Yotgan yilidan keyin cho'kib, holofayberlari yig'ilib qolmaydi. Farzandingizni dunyoga keltirganingizdan so'ng farzandingizni qulay emizishda, xavfsizligini ta'minlashda, o'tirishga o'rgatayotganingizda sizga juda ham katta yordam beradi. Yana bu yostig'imizdan eng katta plyus tarafi nimada bilasizlarmi? Oyog'inglarni bu yostiqqa qo'yganingizda oyog'ingizdagi hamma charchoqlarni olib, qon aylanishini yaxshilaydi va sizga shirin uyqu taqdim etadi.